Mana do'stlar, chuvalchang boqib berganmiz mahsulotini chiqarayotgan qiziquvchi aka-ukalar, azizlar. Mana hozir shu traktorga yangi ozga tashlaganmiz. Chuvalchang tashlanmagan. Chuvalchang tashlangani yo'q. Mana shu holatda hozir yuvib, yaxshilab suvni sepib, ustiga kilonka yopamiz. Shundaganda ustiga kilonkani yopib 3-4 kunmi, bir haftami yaxshilab dimlab qo'yamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bu yerdan 20 cm past tuprog'ini olib berganmiz. Mana shunga hozir bir qator yaxshilab suvni berib, bir martaga qizdiramiz. Go'ng mahsulotini yaxshilab qizdirib, ichiga begona o't urug'larini chiritish maqsadida sifatli begona olishimiz uchun shu ishlarni qilmoqchimiz. Mana shu holatda kilonka yopiladi do'stlar. Go'ngda dimlab bir martaga qizdirib, urug'larni chiritish maqsadida shu ishlarni qilyapmiz. Sog' salomat bo'lsin.